katta arqon, qalin arqonda olib ketayotganini ko'rib qoldim. Ortidan bordim. Qarasam, o'g'lim o'zini osmoqchi. O'z g'arazli maqsadlarini amalga oshirish maqsadida pedofillar aynan mana shunday joylarni tanlaydilar. Davlat idorasida ishlaydigan huquqshunosimiz o'sha Xorazmdagi adliya bo'limining boshlig'i hamda o'sha Pajarnining boshlig'i tomonidan boshlab berildi. Agar buni ildizi bilan quritmasak, bu narsa davom etib kelaveradi. Xavflilik darajasiga qarab turib qonunlarni o'zgartirish kerak. Bu bizga ma'lum bo'lgan holatlar. Ma'lum bo'lmagan, bizga qorong'u bo'lgan yopiqlik qozon, yopiqligicha qolgan holatlar yana qancha? Jamiyatimizdan, hukumatimizdan yordam so'rab qolgan bo'lardim. Bugun bu illat barchani toliqtirmoqda. Bundan jamiyatimizda oramizdagilar jabr ko'rmoqda. Bu eng jirkanch holat pedofillik. Assalomu alaykum. Aspekt 24 nigohda bugun dolzarb yana bir mavzu. O'z g'arazli maqsadlarini amalga oshirish maqsadida pedofillar aynan mana shunday joylarni tanlaydilar. Afsuski, bunday hududlar respublikamizning har bir hududida topiladi. Statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2023-yildan 2025-yilga qadar jami voyaga yetmaganlar orasida pedofillik holatlari bo'yicha 300 ga yaqin shaxslarga sud hukmi o'qilgan. Bu bizga ma'lum bo'lgan holatlar. Ma'lum bo'lmagan, bizga qorong'u bo'lgan yopiqlik qozon, yopiqligicha qolgan holatlar yana qancha? Aslan Feruzaxon, Sirdaryo Mirzobod tumanidamiz. Bundan bir yilcha avval sentyabr oylarida, bir yildan ham oshib qoldi. Sentyabr oylarida o'g'limda, 12 yoshli o'g'limda o'zgarishlar sodir bo'la boshladi. Maktabdan juda kech kelardi. Negadir hech kim bilan gaplashmasdi. Asabiy, jizzakir holatda bo'lib qoldi. Ona sifatida uni tushundim, chunki uyda xo'jayinimiz olamdan o'tgan, oila boshimiz, boquvchisimiz yo'q, yolg'iz ayolman. Qaramog'imda yana 3 nafar farzandim bor. Bu katta o'g'lim. Keyin o'g'limdan bir kun so'radim, bolam seni nima bezovta qilyapti? Nimaga bunchalik yomon ahvolda kelyapsan uyga? Nega biz bilan gaplashishni istamaysan? Nega ukalaring bilan o'tirib gaplashmaysan? Burchakka qamalib olasan? Desam, aytishni istamadi. Oradan bir hafta o'tdi, 2 hafta o'tdi. Bu kun qo'lida yarim tunda shu qadar o'qim qochib ketdi. Qarasam, molxona tarafga katta arqon, qalin arqonda olib ketayotganini ko'rib qoldim. Ortidan bordim. Qarasam, o'g'lim o'zini osmoqchi. Jon holatimni qutqarib qoldim. Sababini so'radim, yig'ladim, dodladim. Nega bu ahvolga tushib qolding bolam dedim. Tushunmadim nega bunaqa bo'layotganligini. Shunda o'g'lim bor gaplarni aytib berdi menga. O'sha har kun maktabdan qaytayotganida juda bir mansabdor odam qimmatbaho mashinalarda kelib, o'g'limda avvaliga sovg'alar bergan, hadyalar bergan, mashinasiga chaqirgan, yaxshi gapirgan, rasmlarigacha ko'rsatib, telefoniga tushirgan ekan. Ko'rsatib, mana shu odam meni zo'rlayapti, menga yomonlik qilyapti deb yig'lab yubordi. O'g'lim nihoyatda yomon ahvolda edi. Keyin oradan ona sifatida so'radim, bolam, biz buni bunday qilib bo'lmaydi, o'ldirma o'zingni, men yordam beraman, seni onangman dedim. 02 qildim, mahalla uchastkovoyni chaqirdik, vaziyatni tushuntirdim, ariza yozib berdim. Arizalarni yozib bo'lgandan keyin chora ko'ramiz deb ketdi. Lekin oradan 1,5 oy o'tdi, 2 oy o'tdi, hech qanday xabar bo'lmadi. O'g'lim esa har kuni shu ahvol, qiynalib kelardi. Keyinchalik shu qadar ruhiy o'zgarishlar bo'ldi ruhiyatida. Oyoqlarini pichoq bilan kesib tashladi. Tomirini kesishga harakat qildi. Yolg'iz onaman, qayerga borishimni bilmadim. Mahalla uchastkovoyi esa hech qanday javob bermaydi. Nima qilishimni bilmasdan keyin qayta murojaat qildim. Qayta murojaat qilsam, u hali ish ko'rib chiqilyapti.
deb aytyapti. Murojaatlar o'zi aslida bir oyda ko'rib chiqilishi kerak, 15 kunda ko'rib chiqilishi kerak. Bizning murojaatimiz shu qadar og'ir bo'lishiga qaramasdan 2 oy, 2,5 oy o'tib ketsa ham hech qanday javob bo'lmadi. Keyin biz Xotin-qizlar qo'mitasiga murojaat qildim, o'sha hududda boshqa joylarga murojaat qildik, prokuraturaga bordik. Hatto bu bo'yicha qo'limda asosli dalillar, arizalar bor edi. Lekin negadir 4 oy o'tdi, 5 oy o'tdi hamki ish yopiqligicha qolib ketdi. Endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, men yolg'iz onaman. Qaramog'imda o'g'limdan tashqari ham 3 nafar farzandim bor. Farzandlarimni boqish uchun ishga chiqaymi yoki mana shunday zo'ravonlikka uchrab o'zini joniga qasd qilayotgan, qasd qilishga intilayotgan bolamni jonini asrab qolish uchun uyda o'tiraymi? Qanday yo'l tutishim kerak shu ahvolda? Bolamni huquqi bo'yicha, bolamni xavfsizligi bo'yicha hech bir organ tizimi yordam bermadi menga. Hech bir organ tizimi yoki ichki ishlar xodimlari yoki prokuratura eshitib turibdi. Biz olib borganmiz, arizalarni olib borganmiz. Hatto o'sha bolamga zo'ravonlik qilgan odamni mashina raqamlari, rasmlarigacha ko'rsatganmiz. Lekin ko'rib turib ham hatto sud ishi ochilmadi, jinoiy ish ochilmadi. Masala yopiladi, arizalar qaytarib yuboriladi. Men yolg'iz ona bo'lganim uchun biron joyga murojaat qila olmadim. Xotin-qizlar vakillari ham kelib ish bo'yicha biron bir yordam bermadi. Hozir farzandim juda ham og'ir ahvolda. Nima qilishni bilmayman, qayerga murojaat qilishni bilmayman. Agar imkon bo'lsa, mana shu masalada men jamiyatimizdan, hukumatimizdan yordam so'rab qolgan bo'lardim. Sirdaryoning Mirzaobod tumanidan bo'lgan murojaatdan tashqari, Toshkent shahri Yashnobod tumanidan ham yana bir ayol bizga qo'ng'iroq qildi. Ayolning ikkinchi turmush o'rtog'i otasi olamdan o'tgan 7 yoshli qizalog'ini zo'rlashga uringan. Uning arizalari qaysidir stol ostki burchaklarida e'tiborsiz qoldirilgan. Chunki zo'ravonning akalarining biri Oliy Majlis tarkibida, biri esa mashhur vazirlikda matbuot kotibi bo'lgan. Aslida ulkan mas'uliyatni zimmasiga olish kerak bo'lgan ichki ishlar xodimlari, xususan mahalla, hudud nozirlarining maoshlari fuqarolarning ariza va murojaatlarini o'yin qilishi yoki masxara qilishi uchungina olmasalar kerak nazarimizda. Afsuski, ichki ishlar tizimiga hudud nozirlik lavozimiga sohadan yetarlicha xabari bo'lmagan maktab yoki boshqa sohalardan ham odamlar qo'yilmoqda. Natijada esa ahvol bu. Odamlar dodini kimga aytsin? Mana hozirgi kunda O'zbekistonda pedofillik kundan kunga avj olyapti. Buni birinchi o'rinda boshlab bergan shaxslarimizni hamma bilsa kerak. Aynan shu davlat idorasida ishlaydigan huquqshunosimiz, o'sha Xorazmdagi adliya bo'limining boshlig'i hamda o'sha Pajarniyni boshlig'i tomonidan boshlab berildi. Undan keyin hali to'xtagani yo'q. Ko'paysa ko'payapti, kundan kunga bu narsa ortib boryapti. Ko'p holatda shu pedofillik yoki tegajonlikka ma'muriy huquqbuzarlik sifatida qarashyapti. Bu ma'muriy huquqbuzarlik oqibatida shu 5 sutka, 10 sutka ma'lum bir sudda qarori bilan belgilangan muddat ma'muriy qamoq jazosi berilyapti hamda chiqib kelib yana o'sha harakatini davom ettiryapti. Men nima demoqchiman, bizda qonunlarimiz salgina teskariroq ishlangan, chunki oddiy misol, agar ikkita shaxs bir-biri bilan janjallashib qoladigan bo'lsa, o'sha yengil tan jarohati beradigan bo'lsa, unga o'sha ma'lum bir miqdorda jinoiy jazo beriladi. Lekin mana o'sha jinsiy zo'ravonliklarga yoki o'sha voyaga yetmagan shaxslar bilan jinsiy yaqinlikda bo'lgan fuqaroga yoki mansabdorga nisbatan esa kam jazo beriladi. Qonunlar juda ham teskari. Xavflilik darajasiga qarab turib qonunlarni o'zgartirish kerak. Mana misol uchun O'rta Osiyoda qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston davlatida oddiy misol uchun shu jinsiy zo'ravonliklarga o'lim jazosigacha yoki umrbod qamoq jazosi belgilangan. Lekin bizda haligacha umrbod qamoq jazosi belgilangani yo'q. Men agar shu O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasiga taklif kiritgan bo'lardim, ushbu holat bo'yicha jinsiy zo'ravonliklar, poraxo'rliklar, mana shu hech yo'q, asha ikkita holatga agar umrbod qamoq jazosi berilsa, anchagina ushbu holatda kamayadi. Kamayishi oldini olish kerak, harakat qilish kerak. Misol uchun hududlarda profilaktika inspektorlari umuman ishlamaydi. Bu narsani bemalol ayta olamiz. Profilaktika inspektori kim o'zi aslida?
dastlabki tergov harakatini yoki dastlabki surishtiruvi birinchi o'sha profilaktika inspektori amalga oshiradi. Huquqbuzarlik oldini oladigan ham profilaktika inspektori. Lekin bizda profilaktika inspektorlarini o'sha hammasi emas, lekin ko'p huquqiy bilimi yo'q birinchi o'rinda. Huquqiy ozgina bilim bo'lsa, bilimi, malakasi bo'lsa, keyin o'sha huquqbuzarligi bemalol oldini oladi. Tarixda pedofiliya deyarli doim bo'lgan, ammo bunga jiddiy yondashuv va tadqiqotlar 1980-yildan Amerika Qo'shma Shtatlarida amalga oshirilmoqda. Qozog'istonda 2016-yilda bolalar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga ko'ra, qo'shni davlatlarda pedofillarga nisbatan kimyoviy kastratsiya shaklidagi keskin jazo chorasi qo'llaniladi. Qozog'iston Jinoyat kodeksining 50-moddasiga ko'ra umrbod qamoq jazosi, Ukrainada 7 yildan 15 yilgacha yengil holatlarda, og'ir holatlarda esa kimyoviy kastratsiya bilan umrbod qamoq jazosi beriladi. Jahon psixiatriyasida tan olingan bu kasallik aholining 5%ga to'g'ri kelar ekan. Demak, albatta, begona shaxslar bilan muloqotga kirishmaslik, imkon qadar liftga yolg'iz kirmaslik va ko'chaga chiqqanda uyiga ketish chog'ida uni yonida bir hamrohi bo'lmasa, o'zini yaqinlari bo'lmagan holatda shubhali ko'ringan insonlardan ham ozgina ehtiyot bo'lish, ya'ni yolg'iz turgan erkaklar har xil holatda, chunki bu giyohvand kasallikka uchragan, alkogol bilan doimiy spirtli ichimliklar qabul qiladiganlarda ham bo'ladi bu kasallik. O'shaning uchun biz hamisha bolalarga shu narsani uqtirishimiz kerakki, notanish insonlar bilan muloqotni imkon boricha cheklash va ishonmagan insonni uyga eltib qo'yish degan narsani ularga taklif qilganda ham yo'q deb rad qilish kerak. Ota-onalar, maktab hamkorlikda bu narsani biz tushuntirishlarni olib borishimiz kerak. Albatta ogohlik birinchi o'rinda. Reproduktiv darslar bu demak o'sha sog'lomlashtirish bo'yicha, ya'ni bu kasallik deb yuritilgani uchun bu narsani balkim aytib o'tish ham qandaydir noqulay bo'lgan holatda ham biz baribir o'quvchilarga bu narsani tushuntirib o'tishimiz kerak. Ya'ni davra suhbatlarida, sinflar kesimida, juda katta auditoriyani olmagan holatda, misol uchun 1-4-sinf yoki 1-2-sinfni alohida yig'ib, 2-4-sinf alohida yig'gan holatda va xuddi shunday kesimlarda biz tashkil qilishimiz kerak. Erinmagan holatda, chunki hozirda o'quvchilarni o'ziga alohida tushuntirib qo'ymasangiz, tushuntirishlarni olib bormasangiz, ogohlikka chaqirmasangiz, ertaga afsuski bular qurbon bo'lib qolishi mumkin. Bunaqa statistika hozir bor. Shu kecha kunduzlarda ham afsusga uchrab turibdi. Bundan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak va yana bir narsani ta'kidlab o'taman, o'sha turmushi buzilgan ayollarimiz afsuski o'zini mehribon ko'rsatgan o'gay otaga farzandlarini ishonib topshirib qo'yib, uyda yolg'iz qolgan holatda bular ham o'sha pedofilizm qurboni bo'lishi mumkin. Bu narsadan ham ehtiyot bo'lamiz. Albatta mentalitet har doimgidek o'zbekchilikda to'g'ri kelmaydi. Malakalanganda, sudmetda o'sha qurbon bo'lgan bolalar ham afsuski pedofil qurboni bo'lgani gapirib o'tilmaydi ko'p joylarda. Chunki uyalamiz, o'zbekchilikka yo'yamiz, lekin agar buni ildizi bilan quritmasak, bu narsa davom etib kelaveradi. Ular qamalgan holatda ham, sudlangan holatda ham chiqqandan keyin bu narsada davom etadi. Ya'ni saratonga masalan bevosita faqat psixologik yo'l bilan motivatsiyalar berish orqali yo'q qilib bo'lmasligi kabi oxirigacha pedofilizm xuddi shunaqa kasallik. Bunga ham hozir dori ishlab chiqishmoqda, ya'ni o'sha erkaklar testosteronni kamaytirish, bu ham balki to'g'ri amalga oshirilsa yordam berishi mumkin, lekin baribir bizni birinchi o'rindagi vazifamiz ta'lim sohasi xodimlari yoki o'sha tibbiyot xodimlari hammamiz birgalikda ogohlik bilan o'sha bolalarga tushuntirib berishimiz kerak. Albatta sovg'a bekorga berilmaydi, bejizga berilmaydi. Mana shu sovg'alar olganda ham olmaslik kerak. Umuman notanish odam bilan muloqotga yo'l qo'ymaslik kerak. Masalan, otangni oldiga olib borib qo'yma yoki onangni oldiga olib borib qo'yma degan aldovlarga ham uchmaslik va albatta o'sha spirtli ichimlik ta'sirida bo'kib ichib kelgan giyohvand ota yoki alkogolga berilgan otalarga ham onalar ko'pincha bolalarni yolg'iz qoldirib ketadi. Qoldirish kerak emas. Har qanaqa holatda ham agar voyaga yetmagan farzandlar bo'lsa, ularni ehtiyot qilish choralarini ko'rish kerak. Mana ko'p ko'ryapmiz hozir taksistlar tomonidan, yaqin qarindoshlar tomonidan o'sha tegajonlik qilayotgani voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan. Ularga albatta 3 sutka, 5 sutka, 10 sutka ma'muriy qamoq berishadi. Shu qonunchilik palatasidagi qonun chiqargan amaldorlar agar sizlarni farzandlaringizni o'sha holatda qilsa 5 sutkaga rozi bo'lgan bo'lardingiz. Bu 5 sutkalik jinoyatmi? Orqasida kimlardir bormi bu ushbu holat orqasida yoki kimdir manfaatdorlik joyi bormi? 5 sutkadan oshiqcha bermaysa yoki yuqoridagi amaldorlarning o'zi shu narsalarni qo'llayaptimi, targ'ib qilyaptimi? Albatta bunga qattiqroq jazo berish kerak.
Oddiy holat sifatida qarab bo'lmaydigan bu illatga eng asosiysi huquqiy yondashilganda jazo choralarini kuchaytirish zarur. Psixolog, o'qituvchilar, ichki ishlar bo'limi xodimlari, mahalla nozirlari va barcha birgalikda yondashish, bu orqali ijtimoiy qurbonlar sonini kamaytirishga erishish kerak. Muammo jiddiy. Nega jar solmaymiz? Ko'chalarga ijtimoiy bannerlar qo'ymaymiz. Ommaviy axborot vositalarida bemaza reklamalar o'rniga bu borada video lavhalar bermaymiz. Uyali aloqalarga ogohlik xabarnomalarini jo'natmaymiz. Ko'chalarga xavfsizlik signallari va kameralarni o'rnatmaymiz. Balki vaqti kelgandir. Siz nima deysiz? Bilish bu qurg'inlanish. Aspekt 24 nigohda yana tahlillar va munozaralarni kuzating. Siz bilan Shahlo Rahmon. Omon bo'ling.